Siz o'quvchisiz yoki studentsiz yoki ishlaysiz, ishingiz faqat telefon, gadjet, kompyuter bilan bog'liq. Hozir bizda havo juda ham ifloslangan, kun nuri juda ham o'tkir. Biz nima qilishimiz kerak? Biz o'z ko'zimizning nurini, sog'lig'imizni himoya qilishimiz kerak. Qanday qilamiz? Grafen ochkisini taqamiz. Sog'lomlashamiz. Grafen ochkisi nima qilib beradi? Bizlarga kelayotgan ultrafiolet nurlaridan himoya qiladi. Buni antiblikovый stiklosi. Antiblikovый stiklosi nulyovka, plus ham emas, minus ham emas. Lechebniy xususiyati opravasida, sostavida grafen. Bu grafen o'zidan отрицательный ion zarrachalarini tarqatadi. Отрицательный ion zarrachalari ko'zimiz atrofidagi, boshimizdagi, qulog'imizdagi mikro kapillyarlarimizda qon aylanishini yaxshilab bergandan keyin ko'zimiz allergiyadan himoya bo'ladi. Glaukoma, katarakta, miopiya, ko'z qichishi, ko'z quruqlashishi, ko'zdan yosh oqib turishlarini hammasini siz oldin olgan bo'lasiz shu kasalliklarni. Ushbu grafenli sog'lomlashtiruvchi ochkilarimiz haqida bepul konsultatsiya va batafsil ma'lumot olish uchun kommentariyda plus belgisini qoldiring.